Juma kuni musulmonlar sunnatga muvofiq shu 5 ta muhim amallarni qilishlari shart. Birinchisi g'usl olish va toza kiyimlarni kiyish. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: kim juma kuni g'usl qilib eng yaxshi kiyimlarni kiysa va musvoq ishlatsa, masjidga erta borib jim turib imomni tinglasa, u bilan birga har bir qadami uchun 1 yillik roza va namoz savobi yoziladi. Ikkinchisi Kahf surasini o'qish. Juma kuni Kahf surasini o'qigan insonning yuzidagi nur keyingi jumaga qadar davom etadi. Qur'onni o'qishingiz va hattoki eshitishingiz ham savobga kiradi. Juma kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishimiz kerak. U bizga oxiratda shafoat, Allohning rahmi va barakasini beradi. Keyingisi esa erkaklar juma namoziga ertaroq borishi va ayollar esa namozlarni uylarida o'qishlari tavsiya etilgan. Ha, aytgancha esingizda bo'lsin, juma kuni ko'proq duo qiling, chunki juma kunida 1 soat bor. Musulmon banda o'sha vaqtda duo qilsa, Alloh uni rad qilmaydi. Sizchi, siz qanday sunnatlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.